Mana bu Tracker'ni ko'ryapsizmi, aka? $9350 egalarini ko'ndirib qo'ydim. Spark puliga avtomat korobka Tracker 1 olib, maza qilib haydab yursangiz bo'ladi, aka. Mashinamizda eng qizig'i mana buni ko'rsatgan. Propan gaz ballonlarigacha ustanovka qildirib qo'yilgan ekan. Yillari 2019-yil, ranglari qora svetda. Mashinamizga primer diska ballonlar taqtirib qo'yishgan. 4 ta archa ballonlari bor, lekin balloni o'rta sostoyanida turibdi. Kraskasi bo'lsa bitta dona eshigini o'zida ekan. Qolgan joylari absolyutni top-toza. Mashinamizga tonirovka ruxsatnomalab qo'yilgan, yaxshi chexollar taqilgan, salon holatlari zo'r. O'zi mexanika korobka bo'lgan, lekin okamgilar xarajat qilib $1000 dan oshuvga avtomat korobka ustanovka qildirib qo'yilgan ekan. Lekin to'g'risi, men o'zim haydab ko'rmadim. Keling, haydab ko'ring. Yoqsa, barakasini qolib ketsangiz bo'ladi. Okey. Xudo xolasa, kraska ham bitta dona eshikda. 2019-yil. Hozir men sizga probegini ko'rsataman. Beskulchoy do'stlarni qarasangizchi, aka. Mashinamiz 165 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Holatlari a'lo darajada turibdi. Plyus bo'lsa, lekin bosib olsangiz, maza qilib haydab yurasiz. Bor, Spark o'rniga qidirib yurgan odamlar qancha bunaqa mashinani. Yaqinlarga jo'natib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin, akalar. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.